Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukrullayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzu periferik nerv tizimi, bosh miya nervlari, vegetativ nerv tizimi, sezgi a'zolari. Mavzu rejasi periferik nerv tizimi, ikkinchi bosh miya nervlari, uchinchi vegetativ nerv tizimi, to'rtinchi sezgi a'zolari haqida ma'lumot beraman. Periferik nerv tizimi tarkibiga 31 juft orqa miya nervlari va 12 juft bosh miya nervlari kiradi. Orqa miya, bosh miya vegetativ nerv tugullari va retseptorlar kiradi. Har bitta nerv miyelinni va miyelinsiz nerv tolalaridan iborat. Bir nechta nerv tolasi ustidan alohida endonevriy biriktiruvchi to'qimali nozik parda bilan o'ralgan bo'ladi. Nerv tutamlari perinevriy bilan qoplangan. Yaxlit nerv epinevriyning eng qalin pardasi bilan atrofida o'ralgan. Bajaradigan funksiyasiga qarab sezuvchi, harakatlantiruvchi va aralash nerv farqlanadi. Odamda periferik nerv tizimiga ko'ra ko'pincha aralash nervlar uchraydi. Periferik nerv tizimi tuzilishida o'ziga xos qonuniyatlar kuzatiladi. Birinchi, nervlar juft bo'lib, tananing o'rta chizig'idan simmetrik ravishda bosh va orqa miyadan ikki tomonlama tarqaladi. Ikkinchi, nervlar arteriyalar kabi a'zolarga kalta yo'l orqali yo'naladi. Agar embrional taraqqiyot davrida a'zo o'z joyini o'zgartirsa, nerv ham a'zo tomon yo'nalib uzunlashtiriladi. Uchinchi, muskullarning integratsiyasida ishtirok etuvchi nervlar shu muskullarni kelib chiqqan miyatomlardan rivojlanadi. To'rtinchi, arterial venalar, limfatik tomirlarni kuzatib boruvchi nerv stvollari oyoq qo'llarning bukuvchi yuzalarida joylashib, fassial qillar va muskullar bilan yaxshi himoyalangan bo'ladi. Bosh miya nervlari. Bosh miya sopidan 12 juft bosh miya nervlari chiqadi. Bosh miya nervlarini o'rganishda har bir nerv juftining raqamini, nervining funksiyasi, joylashuvi va nerv tolalari bilan ta'minlanadigan sohalarni bilish kerak. Sezuvchi nervlarni doim markazga tomon intiluvchi yo'nalishda harakatlantiruvchi va aralashgan nervlarni esa markazdan qochuvchi yo'nalishga ko'rib o'rganish lozim. Bosh miyadan 12 juft nerv chiqadi. Birinchi hid bilish nervi, ikkinchi ko'rish nervi, uchinchi ko'z soqqasini harakatlantiruvchi nerv, to'rtinchi g'altaksimon nerv, beshinchi uchlamchi nerv, oltinchi uzoqlashtiruvchi nerv, yettinchi yuz nervi, sakkizinchi dahliz chig'anoq nervi, to'qqizinchi til yutqin nervi, 10-chi adashgan nerv, 11-chi qo'shimcha nerv, 12-chi til osti nervlaridan iborat bo'ladi va 12 ta juft bosh miya nervlari chiqadi. Kalla suyak asosida miya nervlarini kirish va chiqish joylarini ko'rsata bilish kerak. Birinchi juft hid bilish nervi burun shilliq pardasining hid bilish sohasida hidlov retseptorlar hujayrasining o'simtalaridan tashkil topgan. Bu o'simtaning 15-20 ga yaqin ipga o'xshash oq tolalar to'plami bo'lib, hid bilish nervi hisoblanadi. Ipchalar holidagi hidlov nervi g'alvirsimon suyakning g'alvir plastinka teshiklari orqali kalla suyagi bo'shlig'iga kirib, oldingi miyaning hid bilish piyozchasiga tugallanadi. Ikkinchi juft ko'ruv nervi ko'zning to'r pardasiga
ganglioz hujayralarning o'simtalaridan hosil bo'ladi. Hidlov nervidan farqli nerv ipchalaridan tashkil topmay, bitta yaxlit nerv stvolni hosil qiladi. Bu nerv ko'z soqqasining orqa tomonidan ko'ruv teshigidan chiqib, kallan ichiga kiradi hamda chap va o'ng ko'ruv nervlariga ajraladi. Miya tubiga chap va o'ng nerv tolalarining bir qismi kesishadi va kesishgandan keyin ko'ruv yo'llari davom etadi. Orqa miya nervlari 31 ta juft orqa miya nervlari orqa miyadan chiqadigan nerv ildizchalardan hosil bo'ladi va quyidagicha taqsimlanadi. 8 jufti bo'yin, 12 jufti ko'krak, 5 jufti bel, 5 jufti dumg'aza va dumda, 1 jufti. Har bir juft orqa miya nervi orqa miyaning segmentlariga mos keladi. Har bir nerv segmentining tana segmentlariga mosligi embrionar rivojlanish davrida shakllanadi va bu moslik butun hayot davomida saqlanadi. Orqa miyadan chiquvchi har bir orqa ildizcha va orqa miya nerv tuguni teri segmenti bilan bog'liq hamda o'ziga xos dermatomlardan shakllanadi. Vegetativ nerv tizimi. Ma'lumki, nerv tizimi somatik va vegetativ nerv tizimlariga bo'linadi. Oldingi tasavvurlar bo'yicha vegetativ nerv tizimi faqat vegetativ funksiyalarni, odam ongiga bo'ysunmaydigan vazifalarni, aynan ichki a'zolar, chunonchi nafas olish, qon aylanish, ajratish, ichki sekretsiya bezlari, siydik tanosil tizimini, silliq muskellariga ishini tartibga soladi. Ammo keyinchalik vegetativ nerv tizimini ko'ndalang targ'il muskul to'qimasining innervatsiyasini ta'minlashi, unda modda almashinuvi jarayonlarida ham idora etishi isbotlandi. Nerv impulslarining o'tkazilishi va tashqi tomondan o'rab turilgan miyelin parda bilan ta'minlangan rasmini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa simpatik va parasimpatik nerv sistemasining qaysi a'zolarga borganligini ko'rish mumkin. Ko'k chiziqlar bilan ta'minlangan nerv yo'llari bu parasimpatik nerv sistemasi hisoblanadi. Qizil chiziqli yo'llar esa simpatik nerv sistemasi hisoblanadi. Simpatik va parasimpatik qismlarda preganglionlar va postganglionar nervlarning aksonlari uzunligi jihatidan bir-biridan farqlanadi. Simpatik qismdagi preganglionlar tolalar orqa miyaning yon shoxlarida joylashgan neyronlarning aksonlari bo'lib, dastlab harakatlantiruvchi ildizchalar tarkibiga chiqadi. So'ng bir qismi ajralib, umurtqa pog'onasi bo'ylab joylashgan simpatik stvoliga kiradi. Qolgan qismi esa simpatik stvol tugunlari hujayralariga o'tadi. Parasimpatik qismining preganglionar tolalar periferik nervlar tarkibiga to'g'ridan-to'g'ri ichki a'zolarga, yurakka, oshqozonga, ichaklarga, siydik qopiga boradi va a'zo devori ichiga joylashgan intramunar tugunlar tugallanadi. Postganglionar tolalar intramural tugunga boshlanib, shu a'zoning ichida to'qimalarga boradi. Demak, parasimpatik qismning postganglionar tolalarining yo'li juda kalta bo'ladi. A'zoning devori ichiga tugundan shu a'zoning to'qimalarigacha boradi. Bugungi darsimiz shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada ko'proq va to'liq ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universiteti kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.